Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 2 oylik chaqaloq. Mana iynani uchiga qopdim. 3 mm bo'lgan ekan, bir oy oldin. Bu avvalgi okno deydi, ochiq avvalgi okno. Ya'ni ikkita bo'lmachani o'rtasida o'zi normada hamma tug'ilgan chaqaloqlarda shunaqa teshik bo'ladi, sekin yopilib ketadi. Ko'pchilik vahima qiladi. Hani parok emasmi deb, bu parok emas, bu kichkina mana iynani uchidagi narsani o'tib ketyapti. Bu yopilib ketadi Xudo qudrati bilan. Bu narsa o'zi chaqaloq homila paytida qonda o'sha qon aylanib turish uchun qilingan, chunki nafas olmaydi, o'pka ishlamagani uchun qon kameralar ichida aylanib turish uchun qilingan. Keyin o'zi nafas olib, baqirib yig'lagandan keyin sekin yopilib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.